Real Madridda eng katta maosh oluvchi 4-5 ta futbolchi kimligini bilasizmi? Madrid Inside'ga obuna bo'ling, hozir aytaman. 5-o'rinda Federico Valverde. U yiliga 16,6 million yevro, haftasiga esa qariyb 320 ming yevro ishlab topadi. Va rostini aytganda maydondagi cheksiz energiyasi, tinmas harakati bilan har bir sentini ham oqlaydi. 4-pog'onada Jude Bellingham. Uning maoshi yiliga 20,8 million yevro, haftasiga esa 400 ming yevro. Bu mutlaqo mantiqiy. U 2023-yilda keliboq jamoaning eng muhim figurasi bo'lib oldi. 3-o'rin Vinicius Junior. U yiliga 20,8 million yevro maosh oladi. Haftasiga esa 400 ming yevrodan biroz oshiqroq. 2-o'rinda David Alaba. U yiliga 22,5 million yevro, haftasiga esa 433 ming yevro oladi. Himoyachi uchun bu juda katta pul. Madrid uni katta umidlar bilan jamoaga qo'shib olgandi. Ammo ko'rib turibmizki, Alabaning jarohatdan boshi chiqmayapti. Va 1-o'rinda Kylian Mbappe. U yiliga 31,25 million yevro ishlab topadi. Bu summa bilan u ro'yxatdagi barchani ortda qoldirib, mutlaq yetakchiga aylangan.